Homilador ayollar amal qilishi shart bo'lgan muhim ma'lumotlar. Hammaga ma'lumki, homiladorlikda faqat ovqatlanish emas, kundalik odatlar ham ona va bola sog'lig'iga bevosita ta'sir qiladi. Oddiy lekin ko'pchilik bilmaydigan xavf. Homilador ayollar yotish pozasiga e'tibor bermaslik. Yuqoriga qarab yotish. 2 va 3 trimestrda pastki kavak vena siqilishi mumkin. Bu umurtqa, ichak va diafragmaga qo'shimcha stress keltiradi. Natijada bel og'rig'i, oshqozon va ichak faoliyatining buzilishi, nafas olishda qiyinchilik va gemoroid xavfi oshadi. Birinchi trimestr. Homila kichik bo'lgani uchun ayol o'ziga qulay holatda uxlashi mumkin. Ikkinchi trimestr. Chap yon holat tavsiya etiladi. Vaqt-vaqti bilan o'ng tomonga ham burilib turish mumkin. Uchinchi trimestr. Faqat chap yon holatda yotish tavsiya etiladi. O'ng yonboshda yotilganda kattalashgan homila pastki kavak, vena va jigarga bosim qilishi mumkin. Bu esa qon aylanishi va organlar faoliyatiga salbiy ta'sir qiladi. Qo'shimcha maslahat. Chap yon holatda tizzalarini biroz egib, oyog'ingiz ostiga yostiq qo'yish qulaylikni oshiradi. Ko'p vaqt bir holatda yotmaslik, pozitsiyani o'zgartirib turish tavsiya etiladi. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.